Assalomu alaykum barchalarga aziz kuzatuvchilarimiz. Bizni kuzatib turgan qadrdon, qadri baland O'zbekiston aholisi va Kazanda yurgan vatandoshlarimiz. Aynan sizlar uchun Toshkent Kazan Toshkent yo'nalishi bo'yicha xizmat safarimizni boshlab, hozirda ayni damda Kazan avtovokzalgacha yetib kelganmiz. Bemalol siz kanalimizga o'tib, yo'lma-yo'l bo'ladigan holatlar, barcha holatlarni, noqulayliklar, qulayliklar hammasi bo'yicha kanalimizdagi videolarda tanishib o'tishingiz mumkin. Bundan tashqari avtobuslarimiz sizlarga ma'lum qilib o'tamiz. Dushanba va payshanba kunlari aynan Kazan markaziy avtovokzaldan Kazan shahriga kirib kelishdagi janubiy avtovokzal, ya'ni yujniy avtovokzaldan emas, balki markaziy avtovokzal Kazandan avtobus qatnovlarimiz Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri haftaning dushanba va payshanba kunlari amalga oshiriladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil tunu-kun ma'lumotlar olishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp programmalarimiz orqali bemalol bizga aloqaga chiqib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Avtobuslarimiz haftaning dushanba va payshanba kunlari qatnovlarimiz amalga oshiriladi. Avtovokzalda ko'rib turganingizdek barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini band qilib, qatnovni biz bilan amalga oshirishingizni so'rab qolamiz. Uzoqda Transervis avtobuslari bilan Toshkentdan Kazanga, Kazandan Toshkentga haftaning dushanba va payshanba kunlari qatnovlarimiz hech qanday muammolarsiz va to'siqlarsiz amalga oshirib kelinmoqda. Bemalol siz ham ushbu qatnovlarda, qonuniy qatnovlarda avtobuslarimiz bilan qulay sharoitlarga ega bo'lgan holda yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Barchalarga rahmat, sog' bo'linglar.